Artel kompaniyasi televizor kolonkalariga boshqacha yondashibdi. Ya'ni oldin kolonkalar pastki tomonga qarardi va hozir bo'lsa oldi tomonga kolonka qo'yib, dizaynlarni ham ajoyib dizaynda qilib qo'yishibdi va bu sizga ovoz effektini yana ham kuchaytirib beradi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Siz mijozlarimiz uchun Artel brendi ostidagi 55 tali va 50 tali AU20K modelli televizorlarimizga katta chegirma boshladik va qisqa vaqtda sizlarga ma'lumot va narxlarni oxirida aytib o'tib ketaman. Ushbu televizorlarimiz Android platformada bo'lib, 2 operativka va 16 GB xotiraga ega va kачестволari keladigan bo'lsak, Ultra HD ya'ni 4K kачество 3840 ga 2160p qo'llab-quvvatlaydi. Va mana ekranlarni ham ko'rib turibsizlar. Bez ramka, polniy ekran sizlarga kino ko'rayotganlarni hech qanaqa xalaqit qilmaydi va HDR10 Plus texnologiyasi bo'lsa sizga milliardlab rangni tiniq va aniq yetkazib beradi va ushbu ko'rib turgan kачестволарning 4K kачествоda bo'ladi va mana kolonkalarga keladigan bo'lsak, 10 wattdan ikkita kolonkasi bor va Dolby Digital texnologiyani qo'llab-quvvatlagan holda sizga ovoz effektini oldingi televizorlarga qaraganda yana ham yaxshiroq kuchaytirib beradi. Va mana pultlarga keladigan bo'lsak, pultlari bitta universalniy, mana raqamlari ham va asosiysi голосовой pultlari, ya'ni ovozli boshqaruvlarga ega bo'ladi va ushbu televizorlarimizga Artel brendi tomonidan 3 yil kafolat beriladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, boshqa onlayn do'konlarda ushbu televizorlarimiz narxini 5.900 mingdan 7.200 minggacha sotilayotgan bir vaqtda Smart Home jamoasi siz mijozlarimiz uchun 55 tali modelimizni $358, ya'ni 4.475 ming so'm qilib belgiladik va 50 tali modelimiz bo'lsa $341, 4.260 ming so'm qilib belgiladik. Kimga ushbu televizorlarimizdan chegirma narxda zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin va soni chegaralangan ulgurib qoling.